130 bersa salam qo'ymaysan. ichki xarajatlar borligini bugun sizlar bilan huzur qilamiz Imkerasalda. Keling aka, assalomu alaykum. Keldik. Charchamayman. Ukam yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Qanday yuryapsizlarmi? Savdoga baraka. Rahmat. Ha, Yantoqda saldan olib turdim o'tgan safar. Juda zo'r chiqdi. Uydagilar ham maqtayapti. O'shandan olib keling deb. O'shandan pulla bergan. Bor-da mana aka. Nech pul endi bugun sal kelishtirarsan meni? O'tgan safar 150 ming berdim. Ha. Keling deb qolsiz aka 140 ming bering, mayli aka. 130 lar bersamchi? 130 bersa salam Qo'ymaysan. Yantoqni asal aka. Lekin ma'qul keldi, juda qanaqasi foydasi yaxshi ekan. To'g'ri aka. Ma'qul. Charchamayman. Rahmat, omadingni bersin savdoga baraka. Video olayotgandik. Video olishni boshlayotgandim, klient kelib qoldi. Yashirin kamerani video olib qo'ydim. Yashirin kamera emas, telefonni shunday qo'ydim, videoda o'chirmadim. Ya'ni kelarasizlar. Toza tabiat salmasida birat Instagramda o'zingiz ko'rsangiz rozi bo'lasiz. Instagramga qo'yib yuboraman bu videoni. Kelarasizlar, imkon salmasida.